Bizning Pedri'miz Barselona mashg'ulotlariga qaytdi. Videoda oxirigacha ko'ring va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin, chunki Barselonani haqiqiy muxlislari aynan meni kanalimda jamlangan. Unda boshladik. Bilasizlar, Pedri anchadan beri Barselonaga yordam bera olmayapti va Pedrisiz Barselona anchagina o'yinlarda yutqizib ham qo'ydi. Juda ham katta hisoblarda ham yutkazib qo'ydi. Endi Pedri Barselona mashg'ulotlariga qaytdi va u Levante bilan bo'ladigan uchrashuvga bemalol maydonga tushish imkoniyati paydo bo'ladi va eng qizig'i Pedri Atletico Madrid bilan bo'ladigan uchrashuvga 100% tayyor holatda bo'ladi. Endi comebackka yana ham ishonsak bo'ladi, chunki Pedri bilan hamma narsaning iloji bor bu futbolda. Pedri haqiqiy maestro hisoblanadi Barselonani. Ramazon oyi kirib keldi va Barselonaga ham yorug' kunlar kirib kelayotgan deb o'ylayapti. Chunki birin-ketin Barselonani yuraklari bo'lgan Pedriga o'xshagan futbolchilar qaytyapti. Eng muhimi, Pedri Atletico Madrid bilan bo'ladigan uchrashuvga maydonga tushadi va endi comeback qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Pedri bilan Barselona comeback qila oladimi?